Assalomu alaykum. Men eslagan bo'lsanglar kerak. Qirg'izistonlik Marselga vizit tashlagandim, sportivniy interes. Borba yoki greplindan. Biz Marsel O'zbekistonga Toshkentga ketdi. Ana sekin yoniga keldik gaplashishga. Марсель, брат. Салам алейкум, брат. Как, брат? Нормально? Как дела? Вот мы встретились. Долгоз февралда, да. Что там? Как ты? Готов? Я сегодня даже хлеб не ел. Ana biz o'tiribmiz, ovqatlanib. Aytdim. Любой vaqt tushiramiz. Когда ты готов dedi. Любое время, брат. Ты когда готов? Я любое время говорю. Любой farqi yo'q. Bugun, erta, bir oy, bir hafta farqi yo'q. Gaz. Sen sponsor top, maga ақша Menga aytsan dedi, hech kimsan dedi. Sponsor top dedi, menga интересный bo'lish kerak dedi. Да. Men Sponsorim aytdim, to'lasa men ertaga borib kurashib beraman sen meni. men aytdim. Давай хотя бы zalgami farqi yo'q, любой joyga dedim. Men uni hype qilmoqchi emasman dedim. Lekin u aytdi, menga интересный bo'lish kerak dedi. Chunki har bitta vaqtim pul dedi. Правильно? Залга братандарың төлөп берсе залга барам күрөш коем. Shunday. O'sha uchun men aytdim, men senga dedim, O'zbekistonni чисто grappling barbasini ko'rsataman dedim. Atak поддержка qilinglar, yuborib videoni hamma yana qilib prosmotrni yeb tashlasak, buni o'zi bepul men bilan tushadi keyin. Hech qanaqa sponsor boshqa narsa emas. Sponsor top братандарың бардыр, akalaring. Aha. Акчасы барлар. Men залга барып утуп коем seni. Bo'ldi, gap yo'q. Sponsorlar chiqsa yozinglar. Umuman xavotir olmasanglar bo'ladi. Barbadan ham grappling любой narsadan farqi yo'q. Sportivniy interes tushib qo'yaveramiz. Ko'rsatamiz. Именно Qashqadaryoni kurashini, barbasini, grappling. Xudo xolasa inshaalloh.